Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, navbatdagi kaptarlar uchun gigant qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu qafasimizni zakazga tayyorlab berdik. Ko'rinishlari mana juda ham chiroyli, a'lo holatda chiqdi. Oldilari setkalari ham qalin, portichkalarini 3 ta qilganmiz. Ikkala tepa yoniga hamda setra kaptarlar kirib chiqish uchun pastiga joylab berdik. Ichki dizaynlariga bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda qafasimiz yonib turibdi. Yo'parada qo'noqlari yetarli darajada, ikki tomonda ham qo'noqlari bor va ikkala yonida 20 tadan jami 40 ta uyalari hamda ikkita parlash xonalari mavjud. Qolaversa bu qafasimizga mana tashqi svit montajlari hamda ichki svit montajlari ham o'rnatilgan. Razmerlari uzunligi 2,5 metr, balandligi 2,5 metr, yon tomoni esa 1,5 metrga ajratilgan. Gigant qafasimiz esa $650 Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga tayyorlab berdik. Dastavkalarni o'zlari qilib olaman deyishdi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, barcha turdagi sifatli darajadagi temir qafaslarni parrandalar uchun tayyorlab yetkazib beramiz.